Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun mana richaglarni qo'yib, pollarni qo'yib. Ishni pollarni yopish bilan tugatyapmiz. Richagni bu yoqqa ko'chirdik mana. Bu yoqdan bunaqasiga nima qilib o'tirmadim. Qiynab o'zimni azob berib, prosta biqinga olib qo'ydim. Nimani esa reversdan beri ko'chiradigan bo'ldik. Masalan, bunday qilsangiz oldinga yuraydi, bunday qilasiz orqaga yuraydi. Ana buni premyerni bosib ko'ramiz. Richag mana shu yerda turadi. Bakın Falan o'tib qaytishga xalaqit qiladi desangiz, mana bu yoqda buzib qo'ysangiz, ana o'tib qaytaverasiz shu yerdan bemalol. O'tib qaytilaveradi. Xo'sh. Bizda obzor normal bo'lyapti. Ya'ni ko'rinish. Skorchayni bir qilib taxladik hozir endi. Skorchay shu holda turadigan bo'ldi. Xo'sh, keyin yo'g'iga polni yopib, ana bu richagni nimani almashtirib tashlash kerak bu yoqqa. Yoki nimani uzun lapkasini qo'yamizmi? Ana buni qo'yaman, bu yoqqa qarab uzunroq qilib. Shuni u yoqqa ko'chirish kerak. Ana bunga salgina xalaqit qilyapti. Ishqilib sekin ish ketyapti. Mana bu yerga ana bundan nimadan qo'yamiz? Richagga manimcha shu polikka tekib ketash kerak deganda. Polikka qo'yganim yo'q, lekin manimcha nimani bilaman. Salgina ko'tarsak mana shu nimani qo'yardik-da. Mayli. Hozircha shu qolganini video davomida ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, polni ham yo'q bo'lib qarab, faqat shu bitta revers bilan romni qo'shadigan o'sha kesib qo'yilgan richagcha. Ana shu kishi qoldilar. Faqat ana shu kishi qoldilar. Skorchakni tushirishga qoldiradigan bo'ldik. Bu yerdan yopiladi. Faqat ana teshik qoladi. Teshik ham yopiladi, faqat shu yog' solish uchun-da teshikcha. Bu teshiklar kattalamasi yopiladi bu yo'q ham. Hech qanaqa xalaqit bermaydi ichkariga. Sidina mana shu tarafda bo'ladi. Rolni esa shu yerlarga qo'yish mo'ljallayapmiz. Sidina shu yerda bo'ladi. Hozir mana bu yerda priborlarni olib tashladik. Priborlarni bilmadim, shu krelga qo'yib chiqamanman. Oldin iloj bo'lsa hech narsa qo'ymayman deyman, chunki obzor yapilmasligi kerak. Keyin mana bu drabilka haqida ham bir ikkita ma'lumotlarni berib o'tib ketmoqchiman do'stlar. Bu drabilkani yaqinda sotib oldik 2,5 million so'mga. Mana tariq o'tkazamiz. Samonni ham juda ham zo'r o'tkarar ekan. Endi olmaganlar bo'lsa, mol boqadiganlar tavsiya etaman, juda ham zo'r. 220 ga ishlaydi. Avval boshqa joyga borib, shu tariqlarni, nimalarni tortib kelardik. Makkalarni so'tasi bilan tortayapti. Don qilib etish shart emas. Unday qilib beradi, ana shunday qilib. 220 ga ishlaydi do'stlar. Keyin yana bir ma'lumot, ya'ni bu drabilkamiz boshqa joyga o'tkazib kelganda bir xalta un bo'lardi. Hozir o'zim o'tkazganga bir xaltayu bir satil bo'lyapti. Ya'ni bu yerda kimdir soqa qilgan demoqchiman-da do'stlar. Yaxshi narsa ekan. Endi bu videomizga esa nimadan remontdan eksklyuziv videolar. Juda ham sovuq edi o'sha kun do'stlar. U yoqlar suvani ko'rsalaringiz qor hamma joy. Ustamiz qo'ylar dard ko'rmasin, remont qilib berdilar texnikamizni. Polni noldan o'tdilar, sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay. Nima
nima qilib taxlab berdilar. Bu yerda nimalar olib kelganimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bir xalta pachennik. Pachenniklar o'zi $200 bo'ldi eslataversa. Lekin pachenniklar ko'rasizlar, GPZ pachenniklar. Hammasi GPZ. Xitoy ham bor bitta ikkita, ular ham lekin yangi. Ko'rasizlar, hammasi GPZ. Hammasini cho'tki qilib GPZlik nimalardan bosdilar ustomiz. Bu yoqqa mana yana qolgan pachenniklar, sanliklar hammasi yangi bo'ldi. Keyin bitta ikkita valcha, mana rolikli pachennik kitayski. Lekin yaxshisidan deb oldilar. Unisi ham rolikli. Xitoyning original cho'qimda. Keyin ana bu narsani ham yangi oldik. Mana qaranglar, uzunni. Yangi. Keyin ikkitani nakladga qo'yib keldik. Tokur ustamiz bilan birga qo'ydik buni. Rometallik ferris tog'i bilan. Ana buni ham yangi oldik do'stlar. Shu ham 750 ming qancha oldikda. Mana unisini esa pashti 1 million edimi, mana shu uzun nima. Uzun palovsdan. Eng qimmati o'sha ekan, palovsdan yani. Mana unisini esa 850 ming olgan ekanimiz. Bu yerda qolgan labkachalar hammasi yaxshisidan bo'ldi. Qo'yakon vaqtligin salgina yurib tiqdim turbovalga tekkani uchun. Mana shu valcha 650 ming so'm ekan. Kerak etdi buncha pul deysizlar, mana shu bittasini bittagina chapalon pul. Reversiya arzon ekan 80 ming so'm. Bir eng arzon o'sha ekan. Qolgan vallar hammasi 650, 850, 1 million qo'rqmasdan aytaverarlar qilib narx-navosini. Lekin qimmat bo'lsa ham borda, masalan, kerak odamga topsa-qo'ylar. Buni ham polni yangi qildik do'stlar. Mana bular esa o'zini eski charchagan narsalarni es chiqargan, lekin ichi tamomlaganda buni uzun palovsni diskasining nimasini yangi qoqilgan ekan, lekin ichi вообще tamom bo'lgan. Mana ko'rdingizlarmi? Bir gugit cho'pi qolgan. Bu bortoylar, lekin yangi chiqdi buni. Bortoylari juda ham ajoyib chiqdi. Do'stlar, albatta, bular nimalar ham zo'r chiqdi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yinglar.